Tozalik bu go'zallikning tilidir. U bor joyda hayot bor, tozalik bor joyda tartib, soflik va ma'naviyat bor. Biroq achinarlisi shundaki, ba'zan beparvolik, mas'uliyatsizlik va shaxsiy manfaatni birinchi o'ringa qo'yish jamiyat uchun beqiyos qadrga ega bo'lgan tozalik va osoyishtalikni yo'q qilishga olib keladi. Ulardan biri Yangiyer shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Mohira Abbosovanga tegishli Shukrona mahallasidagi avtomobil yuvish shoxobchasi misolida yaqqol namoyon bo'ladi. U boshqarayotgan shoxobcha atrofi chiqindilar bilan to'lib, muhitning ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Ko'plab ogohlantirishlarga qaramasdan belgilangan tozalik me'yorlariga amal qilmayotgani bu muammoning qanchalik chuqur ekanligini ko'rsatadi. Shu o'rinda Yangi O'zbekiston massividagi holat ham hudud qiyofasiga mutlaqo mos emasligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Musirni olib ketyapti, mana yig'ishtiryapti. Shirkat xodimlari kelib tozalab ketadi hamma joyda. Bu kunisiga mana ko'rganingizda mana shunaqa puchoq, mana shunaqa nimalar, hanarda musor yashiklarimiz bor. Unga solmaydida mana shunday nimalarga tashlab ketadi. Yon atrofdagilarni befarqligimiz. Shu deb o'ylayman. Bu yerlarda bor ham bir xillari uzundomin, masalan, biz odamlarimiz yaxshi tozalaydi o'zlari. Yon atroflarni supurib, musorlarni olib. Ayrim joylarda endi bunaqasi ham bo'ladi, bilmasam. Hammamiz birikib bolalarimizga aytishimiz kerak. Musorlarni joyiga itib tashladi, yo bo'lmasam kattalar o'zlari itsin, bolalariga bermasdan. Bolalarga bersa shuni tashlab ketsa kerak deb o'ylayman-da. Aholimiz hammasi mana shunday birgalikda tozalikka e'tibor bersa, yon atroflarimiz bunaqa bo'lmay bir chiroyli, yanada bir chiroyli bo'ladi. Bu nafaqat bir hudud yoki bir shaxs muammosi emas, bu umumiy madaniyat, jamiyat ongi va kelajak uchun mas'uliyat haqidagi savoldir.